Mana bugun yana Genal Zoxti obyektimizga keldik. Hozir sizlar bilan birga kirib ichkarida bo'layotgan ishlar bilan tanishamiz. Fasad qismida ham ancha ishlarimiz уже yakunlanib qoldi. Xudo xolasa ikkinchi etajlarda ham qoshlarni qo'yishni boshladik. Podol qismida ham santexnik ishlarimizni yakunlab, stechkalarni qo'yib, endigi gal gipsokarton ishlarini boshlaymiz. Hattoki mana podollarimizda ham barcha ventilyatsiya sistemalarimizni qo'yib ketganmiz. Ko'rib turganinglardek mana ikkinchi etajga ham santexniklarimiz soblipollarni уже почти qoqib qo'yishdi. Undan tashqari mana sanuzellarimizda 8 sm gipsokarton devorimiz orqasida qolib ketish uchun installyatsiyalarni ham qo'yib qo'ydik уже. Mana kollektorlarni joylashtirish uchun metallический karkas qilib joylarini tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa stechkadan oldin hamma kollektorlarni mana shu yerga joylaymiz. Mana ko'rib turganinglardek terrasa qismimizga ham уже mana gidroizolyatsiyalarni qildik. Undan tashqari membranalarni tashab, ikkinchi sloy, защитный sloylarini hammasini уже quyishga tayyor. Hozir mana betonlarimiz ham keldi. Betonlarni ham quyamiz. Qurilish mobaynida sizlarga shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni berib boraman. Bizga obuna bo'lib qo'ying.